Qo'yib yubormayman. Qo'yib meni. Qo'yib yuborsen-chi. Qo'yib yubor, Zinjang. Agar qo'yib ketsang, politsiyaga arz qilaman. O'shanda faqat qamoqqa tushishni kutishing qoladi. Politsiyaga hodisa joyidan qochib ketganingni aytaman. Alo, bu sug'urta kompaniyasimi? Zudlik bilan yetib kelinglar. Xonim, chindan barcha ayb Sun xonimda. Barcha tibbiy xarajatlaringizni o'zimiz qoplab beramiz. Reabilitatsiya uchun pulni kutyapmiz. Ularga ayting hisobimizni to'ldirishni. Haligi Avtomobil sug'urtasini rasmiylashtirishga kamida 2 oy ketadi. 2 oy? Lekin biz buncha kuta olmaymiz. Meni bu bilan nima ishim bor? Bu pullarni faqat 2 oydan keyin bera olaman. ha, Sun xonim. Sen Mayli, hammasi siz ikki firibgarnidek bo'ldi. Uchrashuvimga xalaqit berdinglar. Oyijon, endi nima qilamiz? o'g'lim, xavotir olma. Oyijoning universitet diplomini olib bo'ldi. Bundan tashqari Lu kompaniyasiga ishga taklif qilindi. Oyijoning oltin dasturchiga aylangandan keyin pullarimiz ko'p bo'ladi. Juda yaxshi. Qani ketdik. Janob Lu, uni topolmadik. Ehtimol yosh xo'jayin kasalxonani tark etgandir. Port va aeroportlarni yopinglar. Barcha kuchni ishga tushirib uni topishimiz shart. Xo'p bo'ladi. Ketdik.